Assalomu alaykum. Mana bugun Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida joylashgan Bobur qishloq xo'jaligi klasteridan chiqyapmiz. Mana bu yerlarimiz bu asli klasterda 1,5 ming gektar Shunjon usulida paxtamizni ekyapmiz. Xitoy 41 navini ekyapmiz. O'tgan yil ham bu sinovdan o'tgan. O'tgan yil 45 sentnerdan 60 sentnergacha olganmiz. Bu yil endi Shunjon usulida ekkanimiz sababi avvalambor bu har tomonlama biz uchun arzonga tushadi. Ya'ni tejamkorlik asosida deganimiz bu yerda suvdan birinchi navbatda ekonom qilamiz, iqtisod qilamiz. Bu yerda plyonkani ichiga ekyapmiz. Bu plyonkani ichida ekkanimiz biz uchun u paxtani har xil ertaga yomg'irlardan, boshqadan sal himoya qilib tezroq chiqishiga, unishiga sababchi bo'ladi. Mana biz bundan oldin, hozir ekishdan oldin biz ifodada mana Smartfer o'g'itini, Amofos o'g'itini, kaliyli o'g'itlarni uchalasini 100 kilo qilib aralashtirib solganmiz. Mana endi hosilni ko'ramiz. O'tgan yil xuddi shunday usulda 41 ekkanmiz. Faqat plyonkaga ekmaganmiz, ochiqqa ekkanmiz, lekin o'shanda 45 dan 60 sentnergacha olgan. Endi bu yil mana Xudo xolasa endi biz undan ham yuqoriroq marralarda olmoqchimiz. Biz o'zi standartiga yana 40 dan 80 gacha deyilgan. 40 dan 80 gacha, endi biz 45, endi bizga bu yil ikkinchi yili ekilyapti. 45 dan 60 sentnergacha hosil oldik. Bu 45 dan 60 sentnergacha hosil olganimiz yomon emas. Birinchi, ikkinchi yilga endi bundan ham yuqori 70-80 sentnergacha olish niyatdamiz. Xudo xolasa olamiz. Foda kompaniyani ximikatlari ham juda yaxshi. O'tga, avvalambor o'tga, mana bu hozirgi Smartferya mana bu yerdagi ozuqani yanada yerdagi ishlatilmay yotgan ozuqalarni o'ziga beradi, tepasiga singdirib tomirdan beradi. Juda yaxshi, tavsiya qilamiz. Smartfer olsin, kalisi yaxshi, yana ximikatlar hammasi yaxshi. Buni menimcha O'zbekistonda hamma bilsa kerak, bu kompaniyani juda yaxshi.